Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar. Bugun biz juda muhim va dolzarb mavzuni muhokama qilamiz. Bu sizning shaxsiy hayotingizga, moliyaviy barqarorligingizga, farzandlaringizning kelajagiga va umuman davlat bilan bo'ladigan barcha munosabatlaringizga bevosita ta'sir qiladigan masala. Hukumat 2026 yil aprelgacha har bir fuqaro bilishi va ega bo'lishi shart bo'lgan ba'zi jihatlar haqida ogohlantirdi. Bu ogohlantirishga jiddiy e'tibor bermaslik ertaga siz uchun katta muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Shuning uchun bu videoni oxirigacha diqqat bilan ko'ring. Kanalimga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Zero bu sizning boshqa odamlarga ham muhim ma'lumot yetib borishiga yordam beradi. Avvallari biz barcha rasmiy ishlarni qog'oz hujjatlar bilan bajarishga o'rgangan edik. Pasportimiz, kadastr hujjatlarimiz, diplomlarimiz, nikoh va tug'ilish guvohnomalarimiz hammasi jismoniy shaklda mavjud edi. Biz davlat idoralariga borib, navbat kutib, arizalar yozib, muhr va imzo uchun kunlarimizni sarflardik. Bu jarayonlar ko'pincha uzoq vaqtni olardi. Bürokratik to'siqlar ko'p bo'lardi va ba'zan korrupsion holatlarga ham duch kelinar edi. Misol uchun, oddiygina yashash joyi bo'yicha ma'lumotnoma olish uchun mahalliy fuqarolar yig'iniga borish, navbatda turish kerak edi. Aholini ro'yxatga olish, yer hujjatlarini rasmiylashtirish yoki tadbirkorlik faoliyatini boshlash uchun bir nechta idorani kezish, har birida alohida hujjatlar to'plamini taqdim etish zarur edi. Bu nafaqat fuqarolarning, balki davlat xizmatchilarining ham vaqtini, resurslarini behuda sarflardi. Lekin texnologiya rivojlanmoqda, butun dunyo raqamlashmoqda va bizning mamlakatimiz ham bu global jarayondan chetda qolmaydi. Hukumatning so'nggi e'lonlariga ko'ra 2026 yil apreldan boshlab aksariyat davlat xizmatlari va hatto ba'zi xususiy sektor xizmatlari faqatgina raqamli tizim orqali amalga oshirilishi shart bo'ladi. Bu nima degani? Bu degani sizning eski qog'oz hujjatlaringiz garchi haqiqiy bo'lsa-da, ba'zi bir holatlarda yetarli bo'lmay qolishi mumkin. Endi sizga shaxsiy raqamli identifikatsiya, ya'ni EID va unga bog'langan raqamli imzo kerak bo'ladi. Bu tizim sizning shaxsingizni internet orqali tasdiqlash imkonini beradi va barcha rasmiy munosabatlarni qog'ozsiz amalga oshirishga yo'l ochadi. Bu nafaqat davlat xizmatlarining tezkorligini oshiradi, balki korrupsiya xavfini kamaytiradi va shaffoflikni ta'minlaydi. Ya'ni avvallari hamma joyga chopib yurgan bo'lsak, endi bir tugmani bosish orqali barcha muammolarimizni hal qilish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Xo'sh, bu o'zgarishlardan kimlar tashvishlanishi kerak va kimlarning bosh og'rig'i kamroq bo'ladi? Birinchidan, kimlarga tashvishlanish kerak? Texnologiyadan uzoq bo'lgan, ayniqsa keksa yoshdagi fuqarolar. Ko'pchilik bobo-buvilarimiz hali ham oddiy tugmali telefonlardan foydalanadilar. Internetga kirish, mobil ilovalar yoki davlat xizmatlari portallari bilan ishlash ular uchun murakkab. Agar ular 2026 yil aprelgacha raqamli identifikatsiyaga ega bo'lmasalar, ularning pensiya to'lovlari, ijtimoiy nafaqalarni olishda jiddiy muammolar yuzaga kelishi mumkin. Misol, 72 yoshli Omon bobo. U umri davomida zavodda ishlagan va hozirda oyiga 1,8 million so'm pensiya oladi. Bu mablag' uning asosiy tirikchilik manbai hisoblanadi. Uning nafaqasi har oy bank kartasiga tushadi. Ammo u bankning mobil ilovasidan deyarli foydalanmaydi. Asosan nafaqasini bankomatdan naqd pulda yechib oladi. Davlatning yangi talablariga ko'ra pensiya va nafaqalar avtomatik ravishda yangi raqamli tizim orqali tasdiqlangan identifikatsiyaga bog'liq bo'ladi. Agar Omon bobo 2026 yil apreligacha o'zining raqamli identifikatsiyasini rasmiylashtirmasa va uni shaxsiy kabinetida ro'yxatdan o'tkazmasa, uning pensiya to'lovlari to'xtatilish xavfi bor. Uning oilasi uchun bu juda katta zarba bo'ladi. Chunki ular ushbu pensiyaga qaram bo'lishadi. Bu qishloq joylarda yashovchi, internetga kirish imkoniyatlari cheklangan yoki umum anjumanlarda qatnashish qiyin bo'lgan fuqarolar. Ushbu hududlarda aholi punktlari orasidagi masofa uzoq bo'lishi, transport infratuzilmasining yetarli emasligi va raqamli savodxonlik darajasining pastligi bu jarayonni murakkablashtirishi mumkin. Internet sifati past bo'lgan joylarda davlat xizmatlari portallar orqali hujjatlarni yuklash, arizalarni to'ldirish qiyinchilik tug'diradi. Misol, Qoraqalpog'istonning olis ovullaridan birida yashovchi 25 yoshli Gulsara opa. Uning uyi yaqinda internet doimiy ishlamaydi. Uyida kompyuter yo'q, smartfon esa juda oddiy. U asosan dehqonchilik bilan shug'ullanadi va yerga bo'lgan huquqlarini rasmiylashtirish uchun har yili davlat idorasiga qog'oz hujjatlar bilan murojaat qilardi.
yangi qoidalar bo'yicha yerga egalik huquqini tasdiqlash, soliq hisobotlarini yuborish faqat raqamli shakllarda amalga oshiriladi. Gulsara opa 2026 yilgacha raqamli identifikatsiya va elektron raqamli imzo eri olib, uni ishlatishni o'rganmasa, u o'z yerdan ajralib qolishi yoki katta jarimalar to'lashga majbur bo'lishi mumkin. Bu uning oilasining asosiy daromad manbai bo'lgan dehqonchilikdan mahrum bo'lishiga olib keladi. Shaxsiy ma'lumotlarini muntazam yangilamaydigan fuqarolar. Familiyasini o'zgartirgan, turmushga chiqqan yoki ajrashgan, yashash manzilini o'zgartirgan, pasportini yo'qotib, yangisini olgan. Lekin bu o'zgarishlarni tegishli davlat bazalarida ro'yxatdan o'tkazmagan shaxslar uchun bu o'zgarishlar jiddiy muammo tug'diradi. Raqamli tizimda ma'lumotlar avtomatik tarzda solishtiriladi va agar sizning ma'lumotlaringiz bazalarda eskirgan bo'lsa, tizim sizni aniqlay olmaydi. Misol 3 yoshli Shahnoza. U 2 yil avval turmushga chiqqan va familiyasini o'zgartirgan, lekin hali ham ba'zi hujjatlarida eski familiyasi turadi. U bankda ham, soliq idorasida ham, davlat xizmatlari markazida ham ma'lumotlarni to'liq yangilamagan. 2026 yil aprelidan boshlab u uy sotib olish uchun murojaat qilganida uning raqamli identifikatsiyasi tizimda 2 xil familiyani ko'rsatishi sababli rad etilishi mumkin. Bu shartnoma imzolash, mulkni ro'yxatdan o'tkazish kabi jarayonlarda kutilmagan to'siqlarni yuzaga keltiradi va unga katta moliyaviy yo'qotishlarga olib kelishi mumkin. Masalan, uzoq kutilgan uydan mahrum bo'lishi, pasporti muddati o'tgan yoki biometrik pasportga o'tmagan shaxslar. Yangi raqamli tizimlar zamonaviy biometrik ma'lumotlarga asoslangan bo'ladi. Eski namunadagi pasportlar yoki muddati o'tgan ID kartalar bilan raqamli identifikatsiyani rasmiylashtirishning iloji bo'lmaydi. Bu ayniqsa xorijga chiqishni rejalashtirgan, bankda kredit olishni istagan yoki hatto uy-joy, kommunal xizmatlarga onlayn to'lovlarni amalga oshirishni xohlagan fuqarolar uchun dolzarb. Ikkinchidan, kimlarga tashvishlanish shart emas yoki kamroq tashvishlanishadi? Yosh, texnologiyaga qiziquvchan va zamonaviy gadjetlardan bemalol foydalanadigan yoshlar. Ular uchun mobil ilovalar, internet banking, onlayn xizmatlar kundalik hayotning bir qismi. Raqamli identifikatsiyani olish va undan foydalanish ular uchun qiyinchilik tug'dirmaydi. Aksincha, bu jarayon ularning hayotini yanada osonlashtiradi. Elektron hukumat xizmatlaridan muntazam foydalanadigan tadbirkorlar va faol fuqarolar, ular allaqachon elektron raqamli imzodan eri foydalanadilar. Soliq hisobotlarini onlayn topshiradilar. Davlat xizmatlari portalida arizalar beradilar. Ular uchun bu jarayonlar faqatgina bir oz moslashishni talab qiladi. Chunki ular allaqachon asosiy ko'nikmalarga ega. Yangi biometrik pasportga ega bo'lgan va ma'lumotlari davlat bazalarida to'liq yangilangan fuqarolar. Ularning ma'lumotlari allaqachon raqamli formatda mavjud bo'lib, bu ularga raqamli identifikatsiyani tez va oson rasmiylashtirish imkonini beradi. Endi esa ushbu yangi raqamli tizimning ba'zi noaniq jihatlari, istisnolari va kutilmagan muammolari haqida gaplashaylik. Birinchidan, istisnolar. Albatta, har qanday tizimda ma'lum istisnolar mavjud bo'ladi. Masalan, jismoniy imkoniyati cheklangan, og'ir kasalliklari tufayli mustaqil raqamli xizmatlardan foydalana olmaydigan fuqarolar uchun maxsus yordam dasturlari yoki muqobil xizmat ko'rsatish usullari joriy etilishi mumkin. Lekin bu imkoniyatlar cheklangan bo'ladi va ularni tasdiqlash uchun tibbiy xulosalar va boshqa qo'shimcha hujjatlar talab etiladi. Shuningdek, qonuniy vakillari, masalan, bolalar yoki vasiylikka olingan shaxslar uchun ularning qonuniy vakillari orqali raqamli identifikatsiya amalga oshirilishi mumkin. Biroq bu har qanday holatda ham o'z-o'zidan sodir bo'lmaydi, balki alohida tartibda rasmiylashtiriladi. Ikkinchidan, kutilmagan muammolar. Firibgarlik xavfi. Har qanday yangi tizim joriy etilganda, bu holatdan foydalanib, fuqarolarning ishonchini suiiste'mol qilishga harakat qiladigan firibgarlar paydo bo'ladi. Ular raqamli identifikatsiyani tezda rasmiylashtirib berish bahonasida pul talab qilishlari yoki shaxsiy ma'lumotlaringizni o'g'irlashlari mumkin. Hech qachon sizdan shaxsiy ma'lumotlaringizni, ayniqsa bank kartangizning PIN kodi yoki SMS orqali kelgan tasdiqlash kodlarini so'raganlarga ishonmang. Davlat idoralari bunday ma'lumotlarni hech qachon so'ramaydi. Ma'lumotlar xavfsizligi. Sizning barcha shaxsiy ma'lumotlaringiz raqamli shaklda saqlanishi ularning xavfsizligini ta'minlashni talab qiladi. Shaxsiy kabinetingizga kirish uchun mustahkam parola yaratish, 2 faktorli autentifikatsiyadan foydalanish va shaxsiy kompyuterlaringizni viruslardan himoya qilish juda muhimdir.
Agar sizning raqamli identifikatsiyangiz boshqa shaxslar qo'liga tushsa, ular sizning nomingizdan bankdan kredit olishlari, mulkni rasmiylashtirishlari yoki boshqa noqonuniy harakatlar qilishi mumkin. Interfeys murakkabligi. Ba'zi davlat xizmatlari portallarining interfeysi barcha yoshdagi va texnologiya darajasidagi foydalanuvchilar uchun tushunarli bo'lmasligi mumkin. Bu esa ayniqsa texnologiyadan uzoq bo'lganlar uchun qo'shimcha qiyinchiliklar tug'dirishi mumkin. Xizmat ko'rsatish markazlariga borishga majbur bo'lish mumkin. Bu esa vaqt va mablag' talab qiladi. Uchinchidan, noaniq jihatlar va ahamiyati kamroq ko'ringan, ammo muhim detallar. Raqamli identifikatsiya faqat davlat xizmatlari uchungina emas. Kelajakda u bank xizmatlari, notarial harakatlar, sug'urta kompaniyalari bilan o'zaro munosabatlar, hatto ishga joylashishda ham talab etilishi mumkin. Misol uchun, bankda hisob ochish uchun endi jismoniy pasportdan tashqari raqamli identifikatsiyani ham tasdiqlash talab etilishi mumkin. Bu esa biznes jarayonlarini tezlashtiradi. Lekin fuqarodan yanada ko'proq raqamli savodxonlikni talab qiladi. Ma'lumotlarning to'g'riligi va yangiligi. Raqamli identifikatsiya tizimi sizning barcha ma'lumotlaringizni davlat bazalaridagi ma'lumotlar bilan avtomatik tarzda solishtiradi. Agar sizning nikohingiz, tug'ilish guvohnomangizdagi, pasportingizdagi ma'lumotlar bir-biriga mos kelmasa yoki siz yashash joyingizni o'zgartirgan bo'lsangiz, lekin buni ro'yxatdan o'tkazmagan bo'lsangiz, raqamli identifikatsiyani rasmiylashtirishda muammolar yuzaga keladi. Shuning uchun barcha shaxsiy ma'lumotlaringizning dolzarbligini tekshirib turish va zarur bo'lganda ularni yangilash juda muhimdir. Turli darajadagi raqamli identifikatsiya. Ba'zi xizmatlar uchun oddiy identifikatsiya yetarli bo'lsa, ba'zilari uchun elektron raqamli imzo eri bilan kuchaytirilgan identifikatsiya talab etiladi. Masalan, oddiy ma'lumotnoma olish uchun oddiy kirish kifoya qilsa, moliyaviy tranzaksiyalarni amalga oshirish yoki shartnoma imzolash uchun eri shart bo'ladi. Bu farqlarni tushunish va tegishli identifikatsiya vositasiga ega bo'lish muhimdir. Endi esa eng muhim qism nima qilish kerak? Qanday amaliy qadamlarni amalga oshirishimiz lozim? 1. Joriy pasportingiz yoki ID kartangizning amal qilish muddatini tekshiring. Agar uning muddati yaqinlashayotgan bo'lsa yoki allaqachon o'tgan bo'lsa, zudlik bilan davlat xizmatlari markazlariga DXM murojaat qilib, yangi biometrik pasport yoki ID karta oling. Bu birinchi va eng asosiy qadam. Chunki raqamli identifikatsiya aynan shu hujjatlarga bog'langan bo'ladi. 2. Shaxsiy ma'lumotlaringizning davlat bazalaridagi holatini tekshiring va yangilang. Sizning familiyangiz, ismingiz, otangizning ismi, tug'ilgan sanangiz, yashash manzilingiz, nikoh holatingiz kabi ma'lumotlar barcha davlat bazalarida bir xil va dolzarb ekanligiga ishonch hosil qiling. Agar qandaydir o'zgarishlar bo'lsa, masalan, familiyangiz o'zgargan bo'lsa-yu, lekin ba'zi joylarda hali eski familiya turgan bo'lsa, darhol DXM ga borib ma'lumotlarni yangilang. Buning uchun sizga pasportingiz, tug'ilish guvohnomangiz, nikoh yoki ajrim guvohnomangiz kabi asosiy hujjatlar kerak bo'ladi. Bu jarayonni yagona interaktiv davlat xizmatlari portal.uz orqali ham nazorat qilish mumkin. 3. Elektron raqamli imzo eri oling. Bu sizning raqamli shaxsingizni tasdiqlaydigan asosiy vositalardan biridir. Erini davlat xizmatlari markazlaridan yoki onlayn ravishda olishingiz mumkin. Buning uchun sizga pasportingiz va tegishli arizani to'ldirish talab etiladi. Eri bilan siz davlat organlariga onlayn murojaat qilish, shartnomalar imzolash, soliq hisobotlarini yuborish kabi bir qator amallarni amalga oshira olasiz. Bu sizga qog'ozbozlikdan butunlay xalos bo'lish imkonini beradi. 4. Mobil telefoningizda yoki kompyuteringizda internetga kirish imkoniyatiga ega bo'ling. Agar sizda smartfon yoki kompyuter bo'lmasa, uni sotib olishni yoki yaqinlaringizdan yordam so'rashni rejalashtiring. Bu raqamli xizmatlardan foydalanishning asosiy shartidir. Mobil internet yoki uy internetiga ulanishni ta'minlang. 5. Davlat xizmatlari portallari, masalan, MyBookUz bilan ishlashni o'rganing. Bu portallar orqali sizning raqamli identifikatsiyangiz tasdiqlanadi va ko'plab davlat xizmatlari ko'rsatiladi. Agar siz texnologiyadan uzoq bo'lsangiz, farzandlaringizdan, nabiralaringizdan yoki yordamchi markazlardan yordam so'rang. DXMlarda ham bu bo'yicha maslahatlar beriladi. O'quv kurslariga yoziling, onlayn qo'llanmalarni o'rganing. Harakat qilishdan qo'rqmang. Birinchi qadam doimo qiyin bo'ladi. 6. Keksa qarindoshlaringizga yordam bering. Agar ota-onangiz, bobo, buvularingiz raqamli texnologiyalardan foydalanishda qiynalayotgan bo'lsa, ularga yordam bering.
ularning ma'lumotlarini yangilashga, olishga va mobil ilovalardan foydalanishni o'rgatishga ko'maklashing. Ularning pensiya va nafaqalari to'xtab qolmasligi uchun bu juda muhimdir. Ularni DXM ga olib boring. Hujjatlarni rasmiylashtirishda yordam bering. Ularning ma'lumotlari to'g'ri kiritilganiga ishonch hosil qiling. 7. Raqamli xavfsizlik qoidalariga rioya qiling. Parollaringizni hech kimga aytmang. Onlayn xizmatlarga kirish uchun 2 faktorli autentifikatsiyani yoqing. Shubhali xabarlar va havolalarni ochmang. Firibgarlarning tuzog'iga tushib qolmaslik uchun doim hushyor bo'ling. Qadrli do'stlar, raqamlashtirish bu vaqt talabi. Bu jarayonni e'tiborsiz qoldirish sizga ertaga katta muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Aksincha, unga moslashish, yangi imkoniyatlarni o'zlashtirish sizning hayotingizni yanada qulay va samarali qiladi. Davlat tomonidan berilgan bu ogohlantirishga jiddiy yondashing va 2026 yil aprelgacha barcha zaruriy choralar ko'rilganiga ishonch hosil qiling. Bugungi videomiz siz uchun foydali bo'ldi degan umiddaman. O'z fikrlaringizni, savollaringizni izohlarda yozib qoldiring. Bu mavzu bo'yicha qanday fikrdasiz? Siz allaqachon raqamli identifikatsiya va eriga egamisiz? Tajribangizni baham ko'ring. Videoga like bosishni va kanalimga obuna bo'lishni unutmang. Zero oldinda sizni yana ko'plab foydali va muhim ma'lumotlar kutmoqda. Keyingi videolarda ko'rishguncha